Bundan biz rozimiz, hech qanaqa jalba yo'q. Tavsiya qilaman dehqonlarga. Men o'zimga o'xshab yangi dehqonchilikni boshlagan dehqonlarga tavsiya qilaman. Ikkilanmasdan, o'ylanmasdan olib ekaveringlar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun 10-iyul sanasida 2026-yili navbatdagi FL67 makkajo'xorimiz ekilgan dalaga keldik. Shohroq aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shunchaga charchaysizmi? Rahmat. Shepsizlar. Bu yerlarga xudo xolisi ikkinchi marta kelishimiz. Erta ekilgan paytlari ham bir kelib, bir maslahat qilgandik. Xudo xolisi mana natijalari ham Xudoga shukr o'ylaganimizdan ham zo'r. O'zingiz qisqa qilib aytib bersangiz, endi esla olganingizcha eslatib keting. Shohruh akam bu yerda aka-ukalari bilan kim ulgursa, kim vaqti bo'lsa qaraladi, to'g'rimi aka? To'g'ri. Shuning uchun balkim akamlar bir narsalarni yodlaridan chiqib qolar. To'g'ri. Biz endi buni siz bilan fevral oyi telefonlashganimizda internetdan ko'rib olganman. Menga bu urug'ni hech kim tavsiya qilmagan. Internetdan ko'rib, sizlar videoroliklarni ko'rib, Samarqanddan qayerdadir bo'lgan u. Hamma shu ko'rgazmadagi nimalarni ko'rib, men mana shuni Allohga tavakkal qani, meni silyos yo'nalishida deganlaring uchun o'rtog'im bor, ikkalamiz 7 gektar yerga olganmiz sizlardan. Uni 1 gektarini kecha yaqinda o'rdik, videosini tashladim. Xudoga shukr. 700 kilo kam 90 tonna oldik 1 gektaridan. Buni ham xudo xolasa mana endi uni o'rganimiz sababi sal xomroq o'rdik, uni tan olamiz. Endi atrofimizdagi dehqonlar o'rvardi, ularga sal ertachiroq urug' ekan, shuning uchun o'rvardik biz ham. Chunki mushat qilmasin deb. Texnika kirishga qiynaladi. Bu ham mana o'sha internetda men ko'rganimdek, necha metr deyilgan bo'lsa, istoriyasi hali siz bergansiz, o'zi yo'riqnomasini o'shandagidek bo'ldi mana. 3,5 metr, 4 metr bo'yi, sotalar soni mana o'sha bitta yirik, bitta kichkina, ikkitadan deyarli ushlagan. Ichlari ham to'liq sotaga yotib, hammasi ushlagan. Bunga endi oziqa nima qildik biz? Siz haligi o'smir davrida kelib yerda elementlarini tekshirib berganingizda hali apparatda. Yerda fosfor kam ekan, fosforga ishlab oringlar dedingiz. Bakidan bir marta suspenziya qilib fosfor berdik. Bir marta, o'sha ikkinchisiga uspet qilmadik, traktor kira olmay qoldi. Endi dorilar bunga karbamid soldik. 500 kilo karbamid edi, bir marta 300 kilo, ikkinchisida 200 kilo. Endi unga qo'shimcha kaliy qo'shdik 50 kilodan gektarga. Kaliyni ham menimcha men aytdim. Kaliyni siz aytgansiz, yerda tuz bo'ladi, Makka immunitet likvidatsiya paytida kaliy yordam beradi deb tavsiya qilgansiz. Kaliy qo'shdik. Oldin biz u kaliy unaqa dorilar bir-biriga aralashtirib solish, unaqa narsalar endi sizlardan internetdan ko'rib o'rganib qildik. Shu natijasi endi nima deymiz? Allohga shukr, yomon emas. Bu ham xudo xolisi vaqtida bergan. Namliklar hammasi o'sha sizlar bilan aloqada bo'lib turdik. Bizda endi vodiy ayniqsa Namangan, Uchqo'rg'on, Norindaryoni suv keladi, bu yerlarda suv muammo yo'q. Namlikni ushlab turasiz aka, chanqatib qo'ymaysiz degansiz, mana. Shu endi natijasi. Hozir u yonboshdan ham olsak bo'ladi, tepa-past bir xil korobka. Allohga shukr ko'rsatadilar. Mehnatingizga Alloh baraka bersin. Ukam ikkalamiz qaraganmiz. Ishlating bularni xudo xolisi. Zo'r mehnatingizga gap yo'q. Katta rahmat aytamiz sizlarga ham, chunki bizlarni shu brendimizni ko'rsatib berib, harakat qilib, mehnat qilib, shunday yerga tiqib qo'yib, bu 4 metr bo'ladi deb o'tirmagansiz. Har hafta akamlar kerak bo'lsa Telegramdan rasm, video tashlab, telefon qilib so'rab, bunaqa bo'ldi deb birga ishladik. Distansion masofada bo'lsa ham, lekin bir marta kelishga ulgurdik, Xudoga shukr. Yo'limizga tushganda keldik. Aka, mana bu oldi tomoni, keling, men ichkaridan bittasini endi rozi bo'lasiz, olib chiqaman deb. Olib chiqaring, bemalol. 4 metr ichkaridan olib chiqaylik. Xudo xolisi. Buni bo'yi muncha ekan demaylik-da, o'rtoqlar, kelinglar, metrga solib ko'ramiz. Mana ildiz tomonni ham sal qo'poribsiz, uni javotdan tortmaymiz aka, mana mashitdan tortamiz. Yerdan. Mana sultonigacha mana 3,5 metr bo'lyapti. Mana 3,5 metr. Metrindan surib qo'ysangiz bo'ldi. Mana barg sonini sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bu yerda qurib yotibdi. 14 ta biomassaga tayyor barg. To'g'ri. Pastida ikkitasi qurib ketgan. Ona bargidan tashqari. Ona bargi qolib ketgan tegida mana. To'g'ri. Bu yerda mana ikkita barglarimiz qurib qolibdi. Endi namlik, ozuqa yetmaganda odatda 3-4 ta bargi shunaqa qurib qoladi, o'zi bo'ladi, bu tabiiy holat. Mana dumbullari, hozir kelinglar o'lchaylik. Tarozimiz bor, xudo xolasa tekshirib olib keldik. Mana tarozimiz kiloda turibdi. Buni hop. O'rtasi shu ekan.
0 bo'ldi. Mana ishlayapti tarozim, soat ko'taramiz. 0. Bismillah. Necha kilo bu? 2 kilo 160 gram. 155 gram. Aka, mashtini 150 gramni olib tashlang. Ha, 2 kilo. 2 kilo deylik. Shunaqa. Ujimo dumbil don qatyapti-da, kraxmal yig'ib. Ha. Ves qo'shyapti-da. Endi mana dumbilini ham keling aka ochib ko'rsatamiz. O'xshaymas, siz arching. Silosga xudo xolasa kelib qopti aka. Ha, xudo xolasa. Ichini yorganda yana ko'ramiz. Mana bu dumbillari. Mana. Bunga yarim litrli baklashga yetmaydi. Shunaqa. 1 litrli baklashga. Shunaqa. Endi bu ichidan olinganda, chiplari, nimalari, bundan ham yaxshisi bor. Mana. Sredniy mana shunaqada hammasi. Lekin zo'r ekan. Urug' zo'r ekan. Urug'dan juda ko'pchilik so'rayapti. Adresini ham. Aka, o'shanda sizda bo'lsa hozir aytdingiz, fosfor kaliy yetmaydi aka, bering dedingiz. Yaxshi ham beribsiz. Chunki yeringizda juda ochdi-da. Agar o'sha paytda yana kechroq etapda berib yoki bermaganingizda aka bu mashtlargacha don to'xtab qolardi. To'g'ri. O'zi yanaroq chiroyliroq shu to'lishi uchun sal ertaroq o'sha men endi kelib bildim-da uni. Siz kelib bildingiz. Yana siz aytgandan keyin menimcha undan keyin yana bir necha kun ketib qolgan. 2 kun o'tib ketib qoldi-da. O'shani bir hafta oldin endi mayli bu ham bir sizga ham bizga ham dars bo'ldi. Eslatib turamiz vaqtida, sizlar ham o'zingiz uchun bilasizlar kuchini. Mana lekin shunda ham hozir mana Mahmudni ko'ramiz. Mana. Adashmasam 18 ta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 qator. 18 qator aka. 18 qator. Bu yog'iga mana mashtigacha hisoblaylik. 40. Mana mashtigacha tomoshabinlar 40 ta. Mana uni olib tashasa, mashti 40 ta uzunasiga, aylanasiga 18 ta. Yo'g'ini endi mayli. Men buni orasida ko'rdik, to'lasi ham bor, to'lmagan. Endi bu ozuqa har xil bo'lgan bor yerda. Shunda ham mashtdagi toza dumbilini o'zi 300-400 gram bor, menimcha. Hozir biz dumbilini o'zini tortdik. Qiziq ko'rdinglar? Ha, 780 gram chiqdi. Anaqasi bilan, cho'poni bilan. Ha, yo'q, men bilan, ha, shunisi bilan. Ha, barglari bilan, cho'poni bilan. Ichidan shunday qayirib olib, bir qavat qo'zqalog'i bilan tortdik, 780 gram chiqdi. Shunaqa. Zo'r aka, natijalar xudo xolasa. Urug' zo'r ekan. Bizga yoqdi, xudo xolasa. Bo'ldi, biz endi sizlarga klientmiz. Urug'dan rozi bo'lgan bo'lsanglar, xudo xolasa bundan keyin ham yaxshi ishlashga nasib qilsa, o'rimlarida videolarini yana tashlab qo'yasiz. Sardor aka buyursiz, assalomu alaykum. Aka, mana o'ryapmiz. Aka. O'rtachiroq chiqyapti, zo'r. Aka, mencha aka ham agat topolmayapman deyapti, qaraligiga. Bo'shi, dahshat. Bunaqa aka o'rmaganman hali deyapti. Endi birinchi marta o'rdim sezonda deyapti mana. Yoki vardo, jatkasi ham to'lib chiqyapti aka. Hektaridan 16 mashina chiqyapti aka. Hektaridan 15-16 mashina chiqyapti. Kadrlar qo'shib Xudo xolasa o'ramiz. Klientlarimiz tayyor, o'z holatini ko'rib, chorvadorlar aytgan, bizga o'rib berasan, bizga o'rib berasan deb. Xudo xolasa. O'rim. Aka, mana oxirida bir o'zingiz ham aytsangiz, shuni ishloviga pulli iloji boricha, to'g'ri, hammada vaziyat har xil, sharoit har xil, lekin shu vaqtida ozuqasini, to'g'ri, azot, fosfor, kaliysini, suspenziyalarini bersa, mehnatiga shuncha pul tikkaniga mana arzirkanman. Arziydi. Qancha berilsa bu narsaga. Endi men hali qishloqcha tushuntiraman. 20 million tiksangiz sizga 20 million tashlab beradi. 50 million tiksangiz 50 million tikib tashlab berar ekan. Shunaqa narsa ekan. Arzirkan xullas. Urug' arzirkan. Ozuqasini bersa, bu ham javobini, effektini beradi. Teppa-teng foydasini berib ketar ekan bu. Faqat o'sha suvdan tortib qo'ymasdan sizlar bilan svязьlab turib, videolar tashlab, o'zlarining kelolmasalarga ham holatini aytib tursak, o'sha sizlar bergan yo'nalish bo'yicha qaralsa arzirkan. Urug'dan biz rozimiz, hech qanaqa jalba yo'q. Tavsiya qilaman dehqonlarga. Men o'zimga o'xshab yangi dehqonchilikni boshlagan dehqonlarga tavsiya qilaman. Ikkilanmasdan, o'ylanmasdan olib ekaveringlar. Shuncha vaqt ajratib kutib oldingiz. Katta rahmat. Bo'ldi aka. Barakasini bersin.